Aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari o'z tele dasturlarini O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridan turib yana davom ettiradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, poraxo'rlik haqida qancha ko'p gapirsak, yana poraxo'rlik davom etyapti. Oliy ta'lim vazirligi xodimi $100,000 pora bilan qo'lga tushdi. Oliy ta'lim Qo'ng'irotboy Sharipov vazir bo'lib ishlayotgandan buyon biz ularni juda ko'p tanqid qilamiz va ko'p maqtaymiz. Chunki men Qo'ng'irotboy Sharipovni halol pokiza odam deb bilaman. Lekin bu kishi ministr bo'lgandan keyin mana bu birinchi holat, Oliy ta'lim vazirligining xodimi $100,000 bilan pora olyapti. Demak, bu Oliy ta'lim vazirligida keng tarqalgan deb o'ylashimiz kerakmi? Nima deb o'ylashimiz kerak? Menga fikrlaringizni yozib boringlar. Ish joyingiz? Oliy ta'lim aylanmasi vazirligi litsenziyalashtirgan kichik mutaxassis. Siz buni ishlaysiz, ha? Xalqqa muolifat olgan pullaringiz yordam qilasizmi? Aytur. Amalga oqim. Hovuzda o'ritish mumkin. Oshashib ustiga ko'zlari mavjud bo'lgan ishlov berilgan pullarimiz barmoq simlarida, barmoqlarida, kaftlarida oshashib ustiga ko'zlari mavjud. Fond muramligi $100 kupyurasidagi pullarimiz sanab hisobdan o'tkazib olamiz. Qarab e'tiborli bo'lib turasizlar. Olisda ko'rishingiz mumkin. Pora so'zlari yozilgan. Men oliy ta'limda adolat bor, oliy ta'limda diyonat bor, halollik bor deb ko'p gapiraman. Bu nima degan gap bu? Oliy ta'lim vazirligining oddiy xodimi 100,000 olsa, u kimga ishona olyapti bu? Qo'ng'irotboy aka, siz qayerga qarayapsiz? Biz sizga ishonamizku. Aka, siz o'ziz oddiy bir oiladan halol pokiza odamsiz-ku. Qanday qilib bu muttahamlarni o'zida qo'l ostida olib yuribsiz? Va bu $100,000 o'zi uchun olmagan. Chunki bu hal qiladigan ishga podpisni siz qo'yasiz. Siz hushyor bo'ling, siz. Nima bo'lyapti o'zi? Yoki zamlaringiz qo'l qo'yadi. Boshqalarni podpisi o'tmaydi. Sizlarga borib taqalyapti. Sizlarga soya solyapti mana bu $100,000 kasofati. Nima qilasiz? Odamlar ishsiz yuribdi. Oliy ta'lim vazirligiga ishlayman degan orzumandlar juda ko'p. Nima qilasiz bunaqa muttahamlarni? $100,000 pora olayotgan bu muttaham poraxo'rlarni haydavoring ko'tiga tepib bularni. Oling halol pokiza odamlarni, ishsiz yuribdi hammasi. Oliy ta'lim vazirligida ishlashga munosib. Lekin ular pora olmaydi. Halol pokiza oiladan chiqqan. Ularga ish yo'q. Hech kim ko'tarmaydi ularni. Oliy ta'lim tashkilotlarini litsenziyalash bo'limining yetakchi mutaxassisi ekan. Demak, litsenziya berish uchun beryapti pulni. Universitetlarda hozir qo'ziqorinday ko'paytirib yordingiz. Yo'qoting hammasini. Tarqatib boring, universitetlarni kamaytiring. Litsenziya berish uchun $100,000 ekan. Mana litsenziya uchun olyapti bu. Qo'ziqorinday ko'parib ketdi universitet. Ko'paygani yaxshi, lekin bularning sifati bo'lsin san.
umuman oliy ta'lim vazirligidagi holat, umuman rektorlar, oliy ta'lim dargohlaridagi adolatsizliklar haqida kimda qanday fikrlar bo'lsa, bemalol bizga chiqinglar, xabar beringlar, fakt bo'lsa, dalil bo'lsa, nima material bo'lsa biz bilan bog'laninglar. Mana ijodiy guruhimni 20 dan ziyod rahbarlari bor. Bizga xabar qiling. Oliy ta'lim dargohida shaffof, halol, pokiza bir muhit hukm surish kerak. Odamlar ishonish kerak oliy ta'lim vaziriga va oliy ta'lim vazirligiga. Ishonib bolalarini qo'yadi o'qishga. Ishonib bu oliy ta'lim dargohi haqida odamlar yaxshi fikrni aytadi. Biz ham ishonardik. Biz ham qo'llab-quvvatlardik bu vazirni. Bu nima degan gap bu? Litsenziyalash bo'limiga kimlarni ishga qo'yyapsiz? Qo'ng'irotboy aka. Bu lutuvozlarni chaqirib kabinetingizga bir yig'ilish qilib aytmaysizmi? Mana bunday qilib bosib yurlaring hammang. Litsenziyani pulga almashtirmalaring deb aytmaysizmi bularga? Kimda kim oliy ta'lim vazirligiga aloqador, oliy ta'lim dargohlariga aloqador rektorlar, prorektorlar, dekanlar, kafedra mudirlari va oliy ta'lim vazirligiga aloqador bo'lgan mulozimlar haqida tanqidiy fikrlar bo'lsa bizga yuboringlar. Biz bu mavzularni ko'proq olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Isroiljon, buni ham alohida mavzu qilasiz. 3-topshiriq yozib oling. Keyin bir narsani men aytishim kerak. Oliy ta'lim vazirligida qanday bilmayman, lekin umuman vazirliklardagi bir holatni men aniqladim. Vazirdan keyin ministrlar bor, zam ministrlar. Ularga ham quloq solmaskan. Vazirni bitta apparat rahbar bo'lar ekan. Hamma vazirlikda shu xudo ekan shu. O'zi iflos, poraxo'r, muttaham, diktator bo'lsa ham o'shani aytgan, degani ekan. Bu qayerdan paydo bo'ldi bu? Apparat rahbarlari xo'jalik ishlari bilan shug'ullanish kerak. Xodimlarning telefoni, stuli bilan. Yo'q, ular apparat rahbari, vazirdan keyingi ikkinchi odam, birinchi zam ministr. Oddiy zam ministrlarni ham ular bir tinga olmaskan. Qayerdan chiqdi bu odat? Xodimlarni kecha soat 10 gacha ishlatish, 11 gacha. Ministr ketmadimi? Siz ham ketmang deydi. Qayerdan chiqdi bu gap? Shanba bozor upravleniya boshliqlari ishga chiqish kerak ekan. Qayerdan chiqdi bu? Prezidentning qarori bor. Shanba bozor kuni qaysi idorani xodimlari ishlasa, idorani rahbarini jazolash va ishdan olish haqida prezidentning qarorlari bor. Men bir ikkita vazirlikda o'rganyapman hozir. Shanba kuni ham ishda upravleniya boshliqlari, bo'lim mudirlari. Bu qayerda chiqdi bu gap? Hatto kerak bo'lsa matbuot xizmatlari ham hammasi ishda bo'ladi. Tartib intizom. Turniketdan 9 da kirib 6 da chiqmasa uyini kuydirar ekanlar. Xo'p, tartib intizomga men aralasha olmayman. Har bir idorani o'zini tartibi bor. Lekin shu bilan birga Yaponiyada ishda o'tirganlar shuni knopkani bosadi, yarim soat uxlaydigan odatlari bor. Odam mana ro'za payti hammamiz kunduzi uyqumuz keladi. Yaponiyadan o'rganish kerak. Aqliy mehnat bilan ishlovchi idoralar xodimlarini shu knopkani bosib Yaponiyada shundoq yotadi, usti yopilar ekan, 1 soatmi, yarim soatmi uxlab olgandan keyin yana kresloni to'g'rab ishlayveradi. Kalla ishlaydi, unum bo'ladi, natija bo'ladi. Bo'lmasa kalla aylanib turibdim, uxlamay vidimiz, ya'ni ko'rinish berib ishlayapman deb o'tiraveradi, bir narsa ketmaydi. Aqlli kallani ishlatishimiz kerak biz ham. Vazirliklar, hukumatni rahbari, bosh vazir o'ylab ko'rish kerak bu narsalarni. Prezidentga kirib taklif qilsa, prezident yo'q demasalar kerak. Yaponiyaga borib o'rganishimiz kerak. Aqliy mehnat bo'lgan idoralarda aytyapman. Yarim soat, 1 soat shundoq yotgar ekan, salqingina xonada uxlab oladi. Keyin yana ishini davom ettiradi. Yoki boshqa bunga o'xshagan narsalarni qilish kerak. Diktatorlik, buyruqvozlik, bir savodsiz
kallasi ishlamaydigan bola apparat rahbari bo'lsa, vazirliklarda aytgan, degani degan. O'zini yomon ko'rgan, oldin yoqtirmagan xodimlarini hammasini ishdan bo'shatishga harakat qiladi. Chunki ishsiz ko'p. Olib keladi luboy odamni ishga. Oyliklar katta vazirliklarda. Chiroyli qizlarni shuri-muri qilishga taklif qiladi. Yo'q desa, ishdan bo'shataman deydi. Juda ko'p eri bor qizlar ko'nadi shu narsaga. Va ko'nyapti ham. Man Isroiljon, mani efirimni ko'rib turgan, hozir 2004 kishi bizni tomosha qilyapti. Mani efirimni ko'rib turganlar yozinglar. Vazirliklarda xodimlari yozinglar. Mayli qaysi vazirdasizlar yozmanglar. Qo'rqsanglar. Apparatni rahbarini huquqlari sizlarda ham shunaqa kengayganmi? Cheksizmi? Tushuntirish xato olib hammani qo'rqitadimi? Menga xabar qilinglar. O'zlaringizda aytmanglar-da, vazirlikda yozinglar, men faktlarni tekshirib efirga olib chiqaman. Men hozir bir ikkita vazirlikda o'rganyapman. Ministr yaxshi, apparat rahbaridan shikoyat katta. Apparat rahbari yashashga bermasgan xodimlarga. O'tirsa o'poq, tursa unaqa deb diktatorlik qiladigan apparat rahbarlari haqida menga xabar qilinglar. Vazirliklardagini aytyapman. Savodsiz o'zi, lekin savodli hamma odam, aqlli fikrlovchi hamma shunga quloq soladi, bo'lmasa haydab yurar ekan. Prezidentning siyosati ham bir timmu uchun mamlakatimizda odamlarni, ishchi xodimlarni, aqlli, fikrli xodimlarni jamlash ham bir timmunga. Undan keyin hamma davlatga, hukumatga alal oqibat prezidentga qarshi kayfiyatni paydo qilyapti bunaqalar vazirliklarda, apparat rahbarlari. Sport vazirligidami? Madaniyat vazirligidami? Qaysi vazirlikda mana shunday yoki aksionerlik jamiyatlari bu ham vazirlikka teng. Qaysida shunaqa holat bo'lsa, bizga chiqinglar. Qo'rqmang shu narsadan. Bittasi bilan gaplashdim. O'g'il bola, 34 yoshda manakajon. Bir tinga qimmat apparat rahbari, savodsiz, amoralniy. Chiroyli qizlarni ko'rsa, ishxonada ham eri bor desaga, menga eri borlar yoqadi deb boshini aylantiradi. Hech narsadan qo'rqmaydi. Nechta qizlar ko'nyapti, eri bo'lsa ham iloji yo'q deydi. Bu qanaqa bu? Qaysi davlatda yashayapsizlar? Kechasi 11 gacha vazir ketmasa ketolmaymiz deydi. Shanba bozor kuni ishlaymiz, xotinlarimiz ajralaman deyapti deydi. Bolalarga kim qaraydi otasini itidan kechgacha bog'lab qo'ysalaring? Men apparat rahbarlariga aytyapman. Demak, bugungi dasturni yakunlaymiz. Eng yaxshi tilaklarimni tilab qolaman.